Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning ondan bunda astoydlik yaqilgan do'stinglar yandan bayan. Bugun sizlarga alohida bir kinoni olib keldik. Diqqat qilib ko'rgaysizlar. Bir mo'ysfit boy o'lib olish uchun tayyorlik qilyapti. U o'zining eng salobatli kostyum burliksini kiyib, soqol burtini pokiz ilib, bo'ynini arg'amchiga oldi. Hamma tayyorlik bitgan edi. O'rindiqni bir tepib ishtirib taydib turishiga sirtda biraylarning qilayotgan varang churug'i uning quliqiga yetib keladi. Boy birsining mashinasini uy tarafga qarab qaytirayotganligini ko'rib qoladi. U ochchig'ida chiqib bu dald shoferni tillab ketadi va uning bu yerda mashin to'xtasi bo'lmaydiganligini aytadi. Bu dut shofer aslida yangi ko'chib kelgan qo'shnisi bo'lib, texi bu mahallaga o'zdishib ketmaganligi uchun mahalning mashin to'xtash o'rnini toza aniq bilmaydi. Boy amalsiz bu chala shoferga yo'l ko'rsatib, mashin to'xtashga yordam qiladi. Afsus, kim bilsin, u pravini qandoq olganini bilgani olmaydigan yosh shofer mashinani udul opirib xat sandig'iga so'qdi. Boy ochchig'ida o'ta bir chetga debla o'zi bir qulluq mashinani haydab garajga to'xtatib berdi va asta uyga qaytib davomli o'lib olish planini amalga oshirmoqchi bo'ldi. U qayta orqani bo'yniga kirgizay deb turishiga bir to'p qo'shnilarining ishq oldiga o'lishib olganligi, hatto bir kichik qizchaqning derazadan o'ziga ma'rab turayotganligini bayqab qoladi. U o'zining qilayotgan ishining bu kichik qizvolni qo'rqitib qo'yishidan ansirab orqani yig'ishtirdi. Uning o'zini o'ldirib olish plani yana oqmagan edi. Bu 2016-yili qizg'in olqishga erishgan Shvetsiya hikoya filmi. Kinoning ismi bo'lsa, Ovi ismli bir erning o'zini o'ldirib olishi. Bu film nurg'unlagan o'zini yolg'iz his qilayotgan ko'ruvchilarning qalb jarohatiga to'g'ri bo'lib, ularning hayotining qadr-qimmatini qayta his qilishiga turtki bo'lgan film. Agar sizmi turmushdagi turli ishlar sababli hayotga bo'lgan umidingizni suzishayotgan bo'lsa, men bu kinoni sizning ko'rib beqishingizni tavsiya qilaman. Bu alpozi so'rin Mo'ysfit kinorimizga bosh personaj Ovi bir qancha oy ilgari uning dunyodagi eng suygan odami, suyimlik ayoli vafot bo'lgan edi. Ayrilish azobini tortayotganida ishlayotgan yer tarafidan xizmatdan bo'shtirildi. Hayotda hech tortishqidek narsa qolmaganligini his qilgan bu tanho Mo'ysfit o'lib olishni qaror qildi. U tipik Shimoliy Yevropa xarakteridagi odam bo'lib, mijozi ham yovvoyi ham tarso edi. Boshqalar uning bilan salomlashsa, u salom qaytirish uyoq tursin, meni bearam qilma deb tillaydi. Plan oqmagan kunning ertasi Ovi texmi puxta tayyorlik qildi. U sirtning ta'siriga uchirmaslik uchun pardalarni tushirib yana bir qitim beshini orqanga tiqdi. Ammo kim bilsin, dal bu paytda eshik qo'ng'irga chelindi. Ovi parvo qilmasdan davomli o'z planini amalga oshirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq to'xtamay chilinayotgan eshik qo'ng'irgi uni to'limi bearam qildi. Arvoyi 90 gaz o'rlagan Ovi g'azab bilan berib eshikni ochdi va qattiq bir tilay deb turishiga qo'ng'iroqni bosqanlarning ikki kichik qiz ekanligini ko'rib, o'zini tezlik tuzashtirib oldi. Qizchaqlarning ota-onalari keyindilla eshikning oldiga yetib keldi. Asli bular yangi ko'chib kelgan qo'shnilar bo'lib, Ovini yo'qlagach uningdan shot so'rab kelgan edi. Ovi gerçi xolimgan bo'lsa-mu, ammosi ularga shotini o'tni berib turdi. Bu chog'da Ovini udul qo'shnisi-mu, Ovini ko'rib, uningdan yordam talab qilib, uyining paryollarini tekshirib berishni so'raydi. Bu chog'da go'yo hamma odam uning o'zini o'ldirilishiga to'sqinlik qilayotgandek ko'rinadi. Bu qitim Ovi jili bo'lib portlab ketdi. Försvinn härifrån allihop! Gå hem nu! Försvinn! Ovi uyga qaytib kirib, ayolining rasmiga qarab to'lim azoblandi. U yana bir qitim qattiq niyat bilan o'rindiqqa chiqib, bo'ynini sirtmoqqa kirgizdi. Bu qitim u oxiri g'alaba qilgan edi. Uning butkul hayoti ko'z oldida qayta namoyon bo'lishga boshladi. Ovi balliq vaqtlarida onasidan ayrilib yetim bo'lib, dadasi bilan yolg'iz qolgan edi. Dadasi to'lim bir kamsiz odam. Ma'lum bir kuni Ovi relis bo'ylab minayotganda orqadan bir poyezd kelib qoladi. Boris! Ove! Vad säger du? Bakom dig! Dadasi uni tunji qitim bag'riga ilib quchoqlaydi. Nihoyatda uzun quchoqlaydi. Erlardagi muhabbat dal mushunda qalbning cho'nqur yerida saqlanadi. Yillarning o'tishi bilan Ovi cho'p-cho'ng bir yigit bo'ldi. U o'zining imtihon natijasini dadasiga ko'rsatganda, dadasi to'lim xushal bo'ladi va o'g'lining imtihon natijasidan faxrlanib do'st birodarlariga ko'z-ko'z qiladi. Toki bir poyezd tarafidan urilib u olamga ketib qoluvchi. Turmush ba'zida to'lim chaqchaqchi keladi. Ovi keyingi kunlarda taqdirning turli ahmoq qilishlariga yo'l qo'ydi. Ovi ko'chishga unmaganligi uchun boshqalar tarafidan uyiga o't qo'yilib ko'ydirib etildi. Ko'chada qolgan Ovi temir yo'lda ishlash orqali kunini assa, kechasi vagonning ichida tunaydi. O'ylanmagan yerdan hayotning eng tuvan ojiz nuqtasida Ovi hayotdagi eng go'zal narsaga yo'liqdi. U bo'lsa-mu, ayol kishining muhabbati. U putiga qizil egiz boshliq oyoq kiygan, qalbkiga qizil lavsuruq surgan, ko'zlari ko'p
ko'k, qarmoqqa to'limi ruhliq, kulginida sadabdek tishlari ko'rinib, farishtadek simoyisi bor bir janon edi. Bu qiz Oviga bilet ip berdi. Oviga yordam qilib uning shuk taqsini derizdan tashlab berdi va uningga tikilib qarab, o'ziga Ovini maftun qilib oldi. Azaldan qizlarga ko'ngil izhor qilib boqmagan yog'ochdek Ovimi bu qitim o'zining bu qizga bir ko'rib oshiq bo'lib qolganini his qilgan edi. Shuning bilan Ovi har kuni o'xshash vaqtda poyezga chiqadi. 3 hafta uda takrorlaydi. Degandek oxiri bu qizni qaytib uchirtib qoladi va bir tomoqxonada tunji qitimliq uchirishni qiladi. Ovi qizlarning ko'nglini qanday qilishni qilchi bilmaydi. Yo beshini ichiga tiqib jim turib oladi, yoki poyez to'g'riliq uni buni deb baqatdi. Qiz Ovidan siz hech narsa yemamsiz deb so'raganda Ovi men uyda yeb chiqqanlar deb javob berdi. Amaliyotda Ovining yonchug'idagi pul qiz zakaz qilgan tomoqlarga oralli yetirdi. U to'limi qalendar edi. Amalsiz qolgan Ovi qizchaqa haqiqiy ahvolni aytdi. To'rvatgan uyning ko'ydirib o'tilganligini, o'zining qoq sanam ekanligini aytib, o'zidan tap tortgan holda ketib qolmoqchi bo'ldi. Tack, det var trevligt. Qizcha tuyuqsiz uni suydi. Ovi taqdirning uning bir farishtani yo'liqtirganligini his qildi. Ekran bo'yi sut bo'yiga qaytib kelganda uning sirtmoqi uzilib ketgan edi. U yana o'la olmadi. Ovi boshqa usulni sinab boqmoqchi bo'ldi. U Udul qo'shnisining qishig'iga kirib, uning par yo'lini remont qilib bergach, uningdan shishlankina oriyat qoldi. Uduldagi qo'shnisi Momayning jo'risi ig'ir og'rib bitap bo'lib yetib qolgan bir boy bo'lib, bu boy Ovining ko'na og'insi edi. Uyda hech kimning yo'qligini fursat deb bilgan Ovi ko'ngil so'zlarini bu og'insiga to'kdi. O'zining kundan kunga tushkun bo'lib his qilayotganligini va patiqinda bu dunyoda mangulik xo'shlashmoqchi bo'layotganligini do'stiga aytib berdi. Bu vaqtda Momay qaytib kelib, Oviga yo'ldishimni palash bo'lib qoldi, hech nimani bilmaydi deb o'ylab qolmang, u hammani bilib turdi. U cho'qim sizni ko'rib xush bo'ldi deb aytdi. Bu gapni anglagan Ovi o'diqib ketdi va asta sug'urilib chiqib ketmoqchi bo'lganda, uning bu ko'na og'inisi Ovining qo'lidagi ishlankini tutib oldi. Bu bir palashning o'tinishi edi. Shunchalik illiq bir o'tinish edi. Biroq Ovi buningga pisandmi qilmaydi. Uni silkib etib uyga qaytib kelib 5-qitimliq o'zini o'ldirib olish planini amalga oshirmoqchi bo'ladi. 5-qitimligi gaz orqali bo'lib, Ovi ko'ngilda bu qitim cho'qim o'ngishli bo'ldi deb o'ylaydi. Chunki u endi meni hech kim avar qila olmaydi deb o'ylaydi. Ovi yana bir qitim ko'zini yumdi. Biroq uzun o'tmay biraylan uning ombar eshigini qiqiyotdi. Ovi g'azab bilan ombarning eshigini ochdi. Aslida eng ko'chib kelgan qo'shnisining yo'ldoshi yiqilib tushib yaralangan bo'lib, qo'shnisi Ovining qizi va o'zining doktorxonaga olib qo'yishini o'tinib kelgan edi. Ovi amalsiz ma'qul bo'ldi. Ovining o'lilish plani yana bir qitim mag'lub bo'lgan edi. Doktorxonada qo'shnisi yo'ldoshining yinaga kirib chiqmoqchi ekanligini, Ovining bolalarga birdam ko'z quloq bo'lib turishini so'raydi. Ovi yana ma'qul bo'ldi. Zerikib qolgan qizchaqlarning ko'nglini echish uchun ularga hikoya so'zlab, ularni kuldirib uyga qaytib kelganda ta'tir qarab so'g'uq chiray ketib borgan Ovini qizchaqlar amroqligi kelib chin quchoqlab oladi. Bu ko'rinish odamning ko'ziga to'lim illiq ko'rinadi. Ovi bugun yana o'lolmadi. Ovi tajriba savoqlarini yakunlab boshqalarning ovora qilishiga uchirmasligi uchun yiroq yerdagi bir vokzalga kelib poyezdning oldiga sakrab o'lib olmoqchi bo'ldi. Poyezd kelib o'tadi. Ammo birsi Ovidan chaqqan chiqib relsga sakrab oladi. Ovi qangrab atrofga qaraydi. Hammaylar shunchalik so'g'uq parvosiz edi. Hatto birsi telefonni chiqarib surat kelib o'tadi. Ovi buningga chidab tura olmadi va yugurib berib bu relsga sakrab olgan kishini tortib chiqdi. Poyezd bag'on sari yiqilishyotdi. Ovi relsning o'ttirga keldi. Payt kelganda tuyuqsiz uning ko'z oldiga kichik vaqtidagi Simoy namoyon bo'ldi. U dadisini esga oldi. Dadisi ilgari uning talay qitim poyezddan ner turishni eskartgan edi. Biroq dadisimi poyezd so'qib o'tib bo'lgan edi. Natijada eng oxirgi vaqtda Ovi qo'lini berib relsdan chiqib oldi. O'lish plani yana suvga chilashdi. Uyga qaytayotganda bir ish beqib olgan ayolning qo'lidagi toshni sargardan yov mushuklarga itayotganligini bayqab qoladi. U ochiqni bu ayolni tilab ketdi. Agar yana otadigan bo'lsang, ishtingni joylab o'taman. Shunda qilib Ovi bu ayolni bu yerdan qo'g'lab o'tdi. Ochiqida Ovi bayamqi mushukni vaqirab qo'rqitib o'tdi. Uyga kirgan Ovining ko'ngli yanada chidamay yegidek narsalarni ilib mushukka ochiqib berdi. Kim bilsin, bayamqi mushukning qarisimi ko'rinmaydi. Biroq necha kun o'tmayla bu sargardan mushuk Ovining eshik oldida qaytib paydo bo'lib qoldi. Ovi qo'shnisi bilan bu mushukni uyga olib keldi. Biroq qo'shnisining qiziga mushuk reaksiya qilgan bo'lib, mushukni beqib ololadigan nomzod faqat Ovilam qolgan edi. Natijada Ovining o'lilish amalga oshmayli qolmay bir mushuk ko'payib qolgan edi. Bechara Ovi ayolning qabrisi oldiga kelib, o'shiqchi bir yukning paydo bo'lib qolganligini, biroq uzun hayol bo'lmay ayolning qishig'i bordiganligini uning aytdi. Biroq amaliyotda bo'lsa, Ovi har kuni degidek bu mushukdan qadamma ayrilmaydi. Buningga yemaklik tayyorlaydi. Bir kuni qo'shnisining ayoliga xato usulda mashina yutayotganligini ko'rgan Ovi aktivlik bilan o'zining bu ayolga mashina yutishni xohlaydiganligini aytdi. Yo'lda birisi ularning kayindan talvalar
qancha signal berib oldirtib bu yangi shopir ayolni o'diqtirib yig'iltib etadi. Ovi buningga chidamay mashinadan tushib kaynidagi shopirni tillab ketadi. Keyingi kunlarda bu ayol sirtqa chiqqan vaqtlarda Ovining bolalariga qarab berishini so'raydi. Ovi qo'shnisining uyida kun o'tkazib, hatto o'rinlashtirishni uqmay tashlab qo'ygan qochirish mashinasini o'ngishli bekitib berdi. Kechida mushukmi Oviga o'zini milab yotadi. Turmushda bu hamrolarning ko'payishi Oviga umid bag'ishlagandek qiladi. Toki bir kuni qo'shnisi uningga siz o'tmishga sig'inib yashayversangiz bo'lmaydi deganda, tex ochiqlanishga ulgurmagan Ovi doim o'z bilan tirkishib yuradigan bir oqyoqliqni uchirtib qoladi. Bu oqyoqliq kichik bir amaldor bo'lib, izchil qo'lidagi o'quqidan baylanib yanchug'ini liqlaydi. Har xil haqoratlar bilan Ovining tishiga qasdan tegadi. Sen go azaldan bir nanqibi johil bir nimadan xotining o'lib bir sarang'ila o'ynabsa, boshqalarning etishgan yerga tuz sepishi Ovining kayfiyatini biroqla uchirdi. U uyga kirib ishtirizini chingtaqab bo'kinib oladi. Uni yana o'zini o'ltirib olish xiyoli chirmib olgan edi. Ovi bugun 7-qitim urinmoqchi bo'ladi. U omiltiqni endi qo'liga ilib turishiga mushukka uningga tikilib turadi. U amalsiz mushukni o'q ovozidan cho'chib ketmasligi uchun radioni ichib qo'ydi. U yana tex plastik materiallar bilan yotoq uyini to'rab, qonning mushukka chachirab ketishining oldini olmoqchi bo'ladi. Oxirida miltiqning uchini o'ziga tanglaydi. Bu chaqda ish yana tuyuqsiz qiqiladi. Ovining ochchig'i g'azab keladi. Miltiqni ipda terkib itilib chiqadi. Ishning oldida turgani bo'lsa, vafot bo'lgan ayolning o'quvchilari edi. Ular ota-onasi tarafidan qo'g'lab chiqarilgan bo'lib, Ovidan bir kech qo'nib kelishga ruxsat qilishini so'rab kelgan edi. Ovi rozi bo'lmay shuncha g'udong'ishgan bo'lsa-mu, biroq ularga ish chaqirtib kelib, qilishiga ruxsat qiladi. Atsi atdiganda yosh yigit texa Oviga nashliq tayyorlab, mushukning qo'rsqini to'xlab qo'ygan edi. Bu Ovining yarim yildan beri tunji qitim boshqalar bilan birlikda nashli qilish edi. Ovi sirtqa chiqib cho'glab kirmoqchi bo'ladi. Yosh yigitmi uning agishib oladi. Ular emas, mushukmi ularning kaynidan mangan edi. Yo'lning yerimiga kelganda yana bir aylanma ularga qitildi. Oviga agishganlar borg'ansiri ko'payotgan edi. Uzun o'tmay, Ovi biraylarning og'zidan o'tganki ig'ir bitap bo'lib yetib qolgan og'insining majburiy sanatoriyaga ilib menayotganligini anglab qoladi. Yevropadagi oz bo'lgan sanatoriyalar bemorlar orqali munosabatlik tarmoqlardan kutinish fondi talab qilib, o'z yanchug'ini qamdaydi. Bu ishni anglagan Ovi ochiqlandi. Garchi bu polish og'insi bilan ilgari ko'ngilsizliklar bo'lgan bo'lsa-mu, uning bundoq ochiqdan ochiq bo'zak bo'linishiga qarab tura olmaydi. U berib yordam qilishni qaror qildi va taraflarga telefon qildi. Xat yozdi. Biroq hech qaysining unumi bo'lmaydi. Ovi buningdan ruhsizlandi. Hatto voz kechgila tas qildi. Biroq bu chaqda qo'shnisi uningga "Nemishqa sen boshqalar bilan birlikda yordam qilishga chaqirmaysan? Hamma ishning o'zisidan yolg'iz chiqaman" deyishing mumkin emas. Xuddi sen ayolingdan o'rlib qilish azobingni o'zing yolg'iz tugitib bo'lolmaganingdek. Bu gaplarni anglab, Ovining boshlari sangilab ketdi. U tunji qitim ko'ngildagi azobliq aslimlarni o'rtoqlashayotdi. U yili ayolning homildor bo'lganligini qutlug'lash uchun ular birlikda sayohatga chiqqan edi. Garchi sayohat to'liq ko'ngillik bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uyga qaytish yo'lida ular mashina voqeasiga yo'liqdi. U garchi ayolni qutuldirib chiqqan bo'lsa-mu, ammo qo'rsaqdagi bola tushib ketgan edi. Ayolimi shu bidi badanining to'ni ishlamas bo'lib qolgan edi. Biroq ayoli to'liq qaysar ayol edi. Orvig'i tayinib qolgan kunlarda ayoli to'xtamay yuginish qilib bir o'qituvchi bo'lib chiqish uchun tirishdi. Biroq u mezgillarda maktab meyiblardan xizmatchi qabul qilmaydi. Ovi bu ishdan to'liq norozi edi. U turli o'rinlarga bu ishni shikoyat qilib, ayolning huquq manfaatini qo'g'dash uchun butun kuchini ataydi. Toki o'z kuchiga tayinib bu ishni hal qiluvchi ayoli o'ngishli o'qituvchi bo'la oladi. Biroq eng nachar deb qarilib kelgan bir sinfga o'rlashtirib qo'ydi. Lekin u haqiqatan bir farishta edi. Garchi ikki puti ishlamasa-mu, o'zining kuchi orqali nurg'unlagan yaralangan ruhlarni davolagan edi. Keyin u og'riq bilan vafot bo'ldi. Ayolning vafot bo'lishi Ovini to'liq yolg'iz his qildirgan bo'ldi. Bugungi kuni kelganda, shu aslimlarga tayinib, Mo'ysfit bo'y Ovi qayta o'rnidan dasturdi. U xuddi shu yosh vaqtlardagidek el qo'yvatmaslikni qaror qildi. Atsi sanatoriyaning xizmatchilari yetib kelgan edi. Dal ular ko'ranglayotgan u paytda uyning ichidan bir ayol axborot chiqdi. Bu ayolni Ovi taklif qilgan bo'lib, u ayolning qo'lida sanatoriya mas'ulining xiyonatchilikka doir faktlar bor edi. Oqyoqliq buni anglab lassini bo'shab ketdi. Bu qitim Ovi uni yengan edi. O'ziga tayinib emas, do'stlari bilan birlikda yengan edi. Uning nurg'un hamrohlar bo'lgan edi. Endi hayotdan hargiz ro'y yanmaydi. Uzoq o'tmay qo'shnisi 4-bolasiga yengaydi. Ovi xuddi navra ko'rgan bo'vaydek bolani bag'riga oladi. Uning umrlik armoni farzandlik bo'lish edi. Biroq hozir hamma bolalar uning o'z farzandidek bilinadi. Mana bu Ovining so'ygisi. Ma'lum bir kuni qo'shnisi Ovining ishki oldidagi qorni tozlig'iga chiqmaganligini bayqaydi va jiddiy holda uning uyiga besib kirdi. Darvaqa, karavotdagi Ovi allapurun
biri uyquga ketgan edi. Ovi oxiri o'zining o'ylagandek bu dunyoni tashlab kishilar orasidan ketib qolgan edi. Biroq bu qitim intayin xotirjam ketdi. U ilgari tanho bir mo'ysifat edi. Lekin bugungi dafn marosimi kishilar bilan liq to'lgan bo'lib, hammaylar Oviga oxirgi qitim hamroh bo'lish uchun kelgan edi. Ovining hayotining xotimasi o'zi uchun yashash emas, boshqalar uchun yashash bilan oxirlashdi. Mana dal mushu boshqalar uningga xo'shallik elib kelgan. Dal mushu boshqalar uningga hayotning ma'nosini bergan edi.